رسول الله حبيب الله نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetinden qo'llangan shaytonning ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panoh talab qilaman. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bizni butun koinotni yaratgan, bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Robbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlerge rahmet kılıp evlatilgen Peygamberimiz Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'ge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesine, Cenab-ı Resulullah'ın sahabalarına ve onların yolu izcil kıyamet günü kadar erişip mangan barlık mümin Müslüman braderlerge Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Esselamu aleyküm hürmetli savakdaşlar. Biz bugün davamlaştırıp kelayotgan dersimizning davomini davomlashtirish uchun biz yana bu darsxonaga yig'ildik. Hammanglarga Alloh rahmat qilsin. Biz Janob Rasulullohning hayot tarixi haqidagi darsimizdan bu Janob Rasulullohning Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning oilasidan mushu g'or, yani Savr g'origa yetib borgan yerga kelgan izhuma fil g'or. Biz darsimizni mishadan boshlaymiz. Mana bu Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu o'nkir g'orning ichida. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخلوا حتى أدخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقى منها اثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. Endi bu Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu g'orga yetib borgan vaqtda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dediki: "Vallohi la tadkhuluhu hatta adkhula qablak." Allah bilan qasam, sen bu o'nkir g'orga kirma. Men sendan burun bu g'orga oldi bilan men kiray. Agar bu g'orning ichida ma'lum bir narsalar, talafat, ma'lum bir narsa bo'lib ma'lum bir narsa bo'lsa, bu talafatlar menga yetsin sening oldingda. Andekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'nkirga kirdi, u o'nkirning o'zini tozalab mangdi. Ham bu o'nkirning bir tarafida bir qancha teshiklarni payqadi. O'zining to'nini yitib, shu to'n orqali shu teshiklarni atdi. Hem şu tüşüklerden iki tal tüşük kep kaldı. Mana bu iki tal tüşükke Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zining putini ashaga tiqib atdi.
Andan keyin dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Janob Rasulullohga udkhul kir dedi. Janob Rasululloh kirdi. Rasululloh o'zining beshini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning quchog'iga qo'yib bilan uxlab qoldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning puti shu tushuk tarafidan asharatlar orqali chaqildi. Yine asharatlar chaqib oldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu asharatlar bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning putini chaqib olgan bo'lsa-mu, bu Janob Rasulullohning shirin uyqusidan uyg'onib ketishdan qo'rqib, ansirab harakatlantirmadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning putini bu asharatlar pek chaqib olganlikdan bu ağırlıkka chidamay Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ko'zlaridan taramlab yoshlar Janob Rasulullohning muborak yuziga tushdi. Ondan keyin Janob Rasululloh uyqusidan uyg'onib dediki: "Malaka ya Abu Bakr." "Nim bo'ldi sana ey Abu Bakr?" dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu lodiqdi. "Men asharatlar tarafidan chaqildim" dedi. "Pida olsun sana mening dadam, mening anam." Janob Rasululloh shu alqa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning putini asharat chaqib olgan shu joyga Rasululloh tukurib qo'ydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu his qilgan barliq og'riq dard alamlarning hammasi shu Janob Rasulullohning muborak tukurishi bilan ketib qoldi. وكمنا في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقيف لقين فيدلج من عندهما بالسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت. Biz g'arda önkürdük 3 kecha yoshorinib yotdik. Ya'ni juma kechasi, shanba kechaligi, yakshanba kechaligi. Ya'ni kunduzlari bilan qatilib 3 kun g'arda turdik. Ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah mana bu Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qashida yotadi. Aisha radhiyallohu anha bu voqealikni bayon qilib dediki, o Abdullah bo'lsa bu intayin o'shar, sezgir, nayta angliq bo'lgan bir yosh bir bola edi. Bu o'shkisining qashidan sahar vaqtining o'zidan bu Makkaga kirib bo'ldi. Mana Qurayshlar bilan Makkada xuddi Makkada yotgan kishiga o'xshashlar tang turdi. Mana bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah. Mana bu Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aloqador bo'lgan bu ikkisiga qasd qilinayotgan bu ikkisiga aloqador bo'lgan har qanday ishni anglamaydi, lekin anglasa uni esida chin saqlab tuta oladi. Mana bu ishga aylangan o'sha anglagan xabar ma'lumotlarni shunda qorong'u aralashgan vaqtida qanday qildi akib bo'ldi. Mana bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah. Mana bu nimaga Abu Bakr Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yotgan, turgan bu o'nkirninki atroflarida üst taraflarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ozod qilayotgan qo'li Amr ibn Buhayr bir bo'lib qo'ylarni, sog'liq qo'ylarni oqatdi. Hem bu qo'ylarni u ikkisininki turayotgan shu o'nkirning qashidan bu kashlab qaytib ekdi, kash vaqti keta vaqtida. Ondan keyin bu ishko'ylar shu holati bilan shu o'nkirning ishida yetib qoldi. Hem shu ishko'ylarning shu o'nkirning ishida shundoq qizish, shundoq issiqlik holati bilan
Hem şu ikkisiga şu qo'ydan saqib bergan sutlar bilan şu altida önkürning ichida bu Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'nib yetib qoldi. Hatta yan'iqa biha Amir ibn Fuhayr yig'aras. Yana attigin sahar vaqti shunda alqarong'uloq vaqtning o'zida Amir ibn Fuhayr bu qo'ylarni haydab g'ingshig'ash qo'ylarni haydab keldi. Aşı üç keçinin her bir keçilikte şu şekilde qildi. Amr ibn Fuhayr o'zining qo'ylarini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah ibn Abu Bakr bu Mekke'ye ketgandan keyin şu mangan şu iz yo'ldan ergashtirib maqdi. Nimishqa degan yu'affi alayhi. Mana Abu Bakrning o'g'li Abdullah mangan şu izni o'chirib o'tish uchun. Ammo Qurayshlar kelsak, bu Cenab-ı Resulullah'ın bu Quraysh müşriklari planlagan suiqasd planlarini icra qilish, kechiligi atdigan saharda qechib ketganligi bu Qurayshliklardan aniq bo'lganda bu Qurayshliklarning sarangligi tutdi. Ular bu to'g'rida birinchi qilgan qilmishi Alini qattiq urdi. Ali radhiyallohu anhu urdi. Vasahabuhu ilal Ka'ba. Onu Ka'ba tarafı so'rab mangdi. Ve habisuhu sa'a. Bu Ali radhiyallohu anhu bir soatcha bu to'xtatib qo'ydi. Yana turmudek o'da qamab qo'ydi. Allahum yazbiruna bi xabar. İhtimal ola bu ikkisining xabar ma'lumotlariga erishgan bo'lishi mumkin. Bir soatcha to'xtatib qo'yapti. ولما لم يحصلوا من علي على جدو جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. Mana bu Mekke müşriklari Qurayshlar Ali radhiyallohu anhudan bu bir foydali manfaatli bir ma'lumotga erishamabdi. Abu Bakrning uyiga borib Abu Bakrning darvozasini qaqdi. Ularning qashig'i Abu Bakrning qizi Asma radhiyallohu anha chiqdi. Dedi ular Asmaga dadam qayerda dedi. Dedi Asma radhiyallohu anha bilmayman Alloh bilan qasam dadam qayerda ekanligi. Abu Jahl o'zining qo'lini ko'tarib bu Abu Jahl o'sini naytib bak nachar rohiyati bak buzuq tabiat bak ig'izib bizab bir maqsad edi. Bu o'zining qo'lini ko'tarib bu Asma radhiyallohu anhaning uyiga tasdak bilan beni soldi. Mana bu urg'an shu tasdakning nimasidan bu Asma radhiyallohu anhaninki quluq qisag'an sirim munchoq yerga tushib ketdi. Va qarlarat Qurayshun fi jalsatin tari'atin musta'jiratin istikhdama jami'il vasail allati yumkinu biha al-qabdu 'ala ar-rajulayn فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. Qurayshlar bu naytib tiz ciddi bir o'ltirishda bu ishkoylarni tutish mumkin bo'ladigan barliq vositalarni ishga solishni qaror qildi. Bu Makkadan Madina tarafga o'tkili bo'ladigan barliq yo'llarni bu qattiq qurolliq kuzatish ostiga qo'yib qo'yildi. Hem ular o ikkisining har birini Moşa Qurayshlarga bu ikkisining tirigi bo'lsin yoki o'ligi bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin ki qaytirib akab bergan, tutib
tutmagan kishiga shu tutib berish badaliga ening miqdori 100 tugi bo'lgan zo'r bir mukofot berishni qaror qildi. Shu vaqtning o'zida bu otliq chavandozlar, piyodalar, maxsus mush iz qo'g'lab mang'uchilar, izchilar bu izlashga jiddiy kirishib ketdi. Ular tog'larga, jilg'alarga, tog'ning ushoq ko'chining yana tog' yo'llariga, idirliq, tuzlanlik yo'llarga taqaldi. Lekin hech qanday unumi foydasi bo'lmadi. Mana bu Janob Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning orqasidan qo'g'lab tutib, kelimiz deb orqasidan qo'g'lab mang'uchilar bu o'nkurning shiktiga yetib keldi. Lekin Alloh o'z ishiga g'olibdir. Mushaqda Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis bor. Dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kuntu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam fil ghar فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تقطع بصره رآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda deydi, men Janob Rasululloh bilan birlikda bu o'nkurning ichida edim. Beshimni shunda ko'tarsam, men bizni izlab kelgan kishilarning qadamlari bilan turibdiman, putlari bilan. Dedim, meni Allohning payg'ambari agar ularning bir qismlari shunda ko'zini pastga salonkim bizni ko'rib qoldi dedim. Dedi Janob Rasululloh, uskut ya Abu Bakr. Jimto Abu Bakr. İki adam var, Allah o ikisinin üçüncüsü oldu dedi. Yeni bir lafzı mağdanlıka ya Abu Bakr'ın bir isneyin. Allahu salisuhuma diye. Nemudur senin gumanın, hıyalın ya Abu Bakr'ı? İki adam hakkındaki Allah bu iki adamın üçüncüsü oldu diyen hakkındaki gumanın nemu? Allah o arkalık öz Peygamberi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hürmetligen bir mucize paydo bo'ldi yani. Bu ishko'ylarning orqasidan tutumizda ketgan bu qo'g'lab keluvchilarning o'zi qaytib ketdi. Mana u Rasululloh bilan ularning oralig'ida bir qancha qadamlar ham qolib qolgan edi. Fit tariq ila al-Madina va hina khamadat narut talab va tawaqqafat a'malun davriyat taftish وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدبي تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. Yani bu önkürdün Medine tarafga qarab mangan yol haqqida to'xtalamiz. Mana bu izlash o'tlari o'chab qolgan, butun tekshirish, oqtirish o'rinlari, xizmatlari to'xtagan. Qurayshlar ichgan 3 kun nihoyat tez jiddiy qo'g'lashni, izlashni davomlashtirgandan keyin foydasiz davomlashtirgandan keyin Qurayshlarning darhol ularga o'chmanligi qisos o'tlari jimibdi. Janob Rasulullohning hamrohi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Madinaga yo'lga chiqishga tayyorlandi. Wa kana qad istajara Abdullah ibn Urayqat al-Lays wa kana hadiyan khiritan mahiran bit-tariq وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. Mana bu ishko'ylan Abdullah ibn Urayqat al-Laysni bu ijaraga oldi.
Yani ularni setib oldi. Hem bu o'simi nati yo'lni biladigan, bu nati usta bir yo'lboshchi. Bu Quraysh kafirlarining dini bo'lgan butparastlik dini deydi. Mana bu Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, bu Abdullah ibn Urayqatul Lays, gerçi bu butparast dinda, gerçi mushrik bo'lgan bo'lsa-mu buni mush yo'l boshlash ishlariga ishonchlik deb qaradi. Hem bununla ishonchlik deb qarab o'zining tuyg'unlarini topshirdi. Mana bu Abdullah ibn Urayqatul Laysga 3 kechadan keyin, ya'ni 3 kecha 3 kunduzdan keyin o'zining 2 tuyg'usini mushu Savr g'origa olib kelishga va'dalashdi. Mana dushanba kechiligi bo'pti, ya'ni Hijrining 1-yil Rabiul Avval oyininki oq kechiligi dushanba kechiligi bo'pti. Yani miladiya 622-yili 16-sentabr keşligi bo'lganda bu ikkisining qashig'i Abdullah ibn Ariqa 2 tugini etkeldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Janob Rasulullah'a, bu Janob Rasululloh bilan uyda nasihatlashgan vaqtida mening dadam pido bo'lsin ya Rasululloh, bu 2 tugining birisini asila degan edi. Bu Rasululloh bu 2 tugining eng yaramli, eng isilni Rasulullah'a sungan. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bis-saman. Janob Rasululloh bunda qilsak bo'lmaydi. Mana bu tugining birisini pulga hisoblaymiz, pulusini bermadi. Mana bu ikkisining qashqa Abu Bakrning qizi Asma bu ish ko'ylanninki safar yemek içmek uzuqlari selindigan bu hujunni etgan. Hem bu hujunning eg'izini bo'g'diganga, uni asidiganga bir tasma belvoq shiplarni unutib qoldi. Yine belvoqni unutib qoldi. Bu ish ko'ylan safarga atlanmoqchi bo'lgan vaqtida mana bu Asma radhiyallohu anha bu hujunni esish uchun tügünün qashig'i bordi. Bu vaqtida onunki bir asılgan bağlığı yok. Tasması yok. Ondan keyin o'zininki peshtabısini 2 parcha qilib jitdi. Bu hujunni bir parchasi bilan bog'ladi, yana bir parchasi bilan uni ching tengib bog'ladi. Bu hujunni bir parchasi bilan tügünün nimasiga osdi, yana bir parchasi bilan bog'ladi. Şu vaqtida Asma radhiyallohu anha Satun Nitaqayna deb atalgan. Yana 2 peshtabni egisi deb atalgan. Summer tahala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Bakr radhiyallahu anhu ve tahala ma'ahuma Amir ibn Fuhayl ve akhadha bihimud dalil Abdullah ibn Ariqa ala tariqis sawahil. Janob Rasululloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu safarga atlanib maqdi. Bu ikkisi bilan Amir ibn Fuhaylmi birga safar qildi. Bu ikkilarni yo'lboshi Abdullah ibn Ariqa bu dengizning sahil yo'llari bilan boshlab maqdi. Ve evvelu ma salaka bihim ba'da al-khuruj min al-ghar annahu am'ana fi ittijah al-janub nahwa al-Yaman. Thumma ittajaha gharban nahwa as-sahil. حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. Mana bu yo'lboshi Abdullah ibn Ariqa, mana bu Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'nkirdan chiqqandan keyin ularni etkergen tuncu yol, mana bu yo'lboshi Yemen taraf bo'lgan janubiy yo'nalishga cho'nqurlab kirib maqdi. Ondan keyin g'arbiy tarafdan sahil tarafga qarilib yuzlandi. Mana ular odamlar mengib ko'nib boqmagan, odamlar mengib boqmagan bir yo'lga yetib keldi. Ya'ni shimol tarafga dengiz, ya'ni Qizil dengiz boylariga yaqin
bo'lgan shimol tarafga yuzlandi. Odamlar kirib boqmagan, kirgan bo'lsa pek oz kirib boqqan ashundaq bir yo'lga olib kirdi. Vaqad zakara ibn Ishaq al-mawadi' allati marra biha Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem fi hadha at-tariq. İbn Ishaq bu Cenab-ı Rasulullah biz o'tgan mushu yo'llardagi har bir o'rinni tilga olib bundaq degan. Mana bu ishkaylarni yo'l boshchi bu Hiro o'nkirdan olib chiqqan vaqtida bu ikkisi bilan Makkaning ostin tarafidagi yo'lga kirib ketdi. Andan bu ikkisi bilan bu Qizil dengizning sahil tarafga o'tib ketdi. Hattoki Usmonning ostin tarafi yo'lning qarshi tarafiga kesib o'tdi. Hattoki yo'ldan Usmonning ostin tarafiga yo'lni kesib o'tdi. Andan bu ishkaylar bilan bu Asfali Amash degan o'ringa qadam bosib kirdi. Andan bu ishkaylar bilan o o'rindan o'tib bu ishkaylar bilan bu yo'lni kesib o'tdi. Qudayt shundan keyingi Qudayt degan o'ringa o'tib keldi. Andan bu ikkisi bilan o'zining shu o'rindan o'tdi. Andan bu ikkisi bilan Xarvar degan joyga kirdi. Andan bu ikkisi bilan Saniyatul Marrat degan o'ringa kirdi. Andan bu ikkisi bilan Liqba degan joyga kirdi. Ham bu ikkisini Madlajatul Liqba degan joydan o'tkazdi. Andan bu ikkisi bilan Madlajatul Mijaj degan o'rinning ichiga kirdi. Andan bu ikkisini Marjihi Mijaj degan o'ringa olib kirdi. Andan bu ikkisi bilan Sil G'uzvayn qabilasidan bo'lgan Marjah degan mahalning ichiga kirdi. Andan Baqnizi Kashir degan joyga, andan bu ikkisi bilan Jadajit degan o'ringa olib mangdi. Andan Ajrat degan o'rin, andan bu ikkisi bilan Batni A'da Madlajati Ti'hin degan qabiladan Salama degan mahallaga kirdi. Andan Ababit degan mahallaga, andan bu ikkisi bilan bu ikkisini Pajat degan o'rindan o'tkazdi. Andan bu ikkisi bilan Urji degan o'ringa tushdi. Andan bu ikkisi bilan bu Rukubat Yamindan bo'lgan Saniyatul Agir degan mahallaga kirdi. Hatta bu ikkisi bilan Batna Raqmiga tushdi. Andan bu ikkisi bilan Qubaga qadam bosib kirdi. Wa haka ba'd ma waqa'a fi tariq. Endi bu Hiro o'nkirdan Madinaga qarab mangan Qubaga kelguchilik bo'lgan mushu ar yo'lda yuz bergan bir qism voqealiklarni tilga olib o'tamiz, ham buni keltiramiz. Birinchisi İmam Buxoriy Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan mundaq bir voqealikni rivoyat qilgan hadis. Dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu biz kechiligimizni davomli yo'l yurib mangdik. Ertesimi yo'l yurib mangdik, hattoki dal tush oldi. Yo'llar tip-tinish holi. Bu yo'lda hech bir odam o'tmaydi. Bizga noiti uzun bo'lgan cho'ng bir qoram toshning o'zi ko'tarildi. Mana bu qoram toshningki kun kamaydigan bir soyasi bor. Biz bu toshning qashiga tushdik. Cenab-ı Resulullah'a bir o'rinni qo'lim bilan tuzlab berdim. Rasululloh bu joyda uxlab o'tirdi. Rasulullah'a mening juvomni yeyib berdim. Dedim men, "Nem ya Rasulullah? Xulg'ini Allohning payg'ambari" dedim. "Men sana sening atrofingdagi narsalarni men qo'rayman" dedim. Rasululloh uxlab qoldi. Men Rasulullohning atrofidagi narsalarni qo'rib chiqdim sirtqa. Bu vaqtda men o'zining qo'yi bilan mush tosh tarafga yuzlanib kelgan bir qo'ychi bilan bo'lib qoldim. Bu qo'ychimi dal bu toshning o'zidan biz iroda qilgan mushu soyini iroda qilib ketdi. Dedim men bu qo'ychiga kimsani ibalo desam, dedi u Madina ahlidan yoki Makka ahlidan bo'lgan falonninki xizmatchisi qo'ychisi dedi.
Dedim ben koyunu sütü var mı koydu desem dedi bağ dedi. Dedim ben sağpıram sağsam dedi buludu dedi. Fakaza şartı. Adayken bir koyunu tuttu dedim ben. Bu koyunun emçiki çavdışıp kalgan topulunu, andayken çupu junglanı, andayken pişep koyununki mayaklarını silkip atkandı. Andayken koyucu bir yoğan bir kaçığa süt sağıpat. Ben bilen Resulullah'a atap kötürüvagan bir kişi kaçıvat. Resulullah bu kaçıdaki sütünün özüdün kanğıca kanıdı hem Resulullah içidi ve tarat oladı. Yani Resulullah onundan su içidiğen hem tarat ediş için bir nimene kaçını götürüp algan. Ben Resulullah'ın kaçığı geldim, Resulullah'ın uygutup etişine yaptım. Ben Resulullah'ın kaçığı Resulullah oyğanğa vaqt tutulanken muvafıqlaşıp oduluşup geldim. Ben bu sütke azırak su koydum. Bu sütünün astını sağ soğudu. Dedim ben işkini Allah'ın peygamberi etsem Resulullah işte hatta radıydı. Ben bu xursam bu kaldım. Adıyken dedi Cenab-ı Resulullah elem ye'nilir rahil kultu bana. Bizning safarga chiqish vaqtimiz kelmadi mi? Dedim ben keldim. Dedi Cenab-ı Resul dedi Moşu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu fertahalna. Biz andayken safarga atlanıp maldık. Mana bu Medine'ge mağan yolda yüzbegen bir vakı. İkinci vakı bu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nunki bu adeti Resulullah'ın aksığı menüp mağattı. Hem bu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh kişiler arasında kabile ara nati pişkadem şeyh deb tonulgan idi. Allah'ın peygamberi kişiler tarafından çok tonulmaydigan yaş bir kişiydi. Bir adam Abu Bakr'ga uçuruşuda deydir, bu senin altındaki bu kişi kim o deydi. Deydir Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh hazır racul yahdini tariqa feyahsibul hasibu ennehu yani bihi tariq ve innema yani sebilel hayr. Deydir Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh cevap verip bu adam bana yol başlaydıgan kişi deydi. Bu halki oyluğucunun özü şunda xiyal kılıdı. Mana bu yol başlaştığım maksat bana tüz bir yolunu göz tutadı. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh bu bana yol gösterdiğin yol başı degen gebeden yaxşılık yollarını göz tutadigan, yaxşılık yollarına, hak yollarına başlaydigan yetekçi deganni maksat kılıdı. Üçüncüden ikinci günü bu önkürden çıkıp bu Ummu Ma'badil Huzay'ın Çedir bargayından öttü. Mana bu ikisininki Mekke'den 13 kilometre şiraqlıqdaki Hudayt nayesinin Muşallal degan joydaydi. Ummu Ma'bad bolsa bu Çedir bargayının saynasida bu yögülüp o'tlagan nayta kuşluk bu alaqa qavul yo'g'on bir ayol edi. Bu ayol bu Çedir bargahdan o'tgan kishilarning o'ziga suv urdi, taom berdi. Bu ishko'ylan bu ayoldan onun qashiri biror narsa bormi so'radi. Faqalat vallahi law kana indana shay'un ما أعوزكم القراء والشاء عاصب ما أعوزكم dedi bu ayol Allah olan qasam agar bizning qashimizda biror narsa bo'lgan bo'lsa sizlarni bundaq so'rashga ehtiyojlik qilmaydim. Yezila qo'ylarning o'zi yezi qishloqlar bu.
Qo'ylar nayta uruq. Hem bu yıl nayta qahatchilik bir yil o'tib ketdi dedi. Janob Rasululloh bu chedirininki bir balkonda tug'an bir qo'yga nazar soldi. Dedi Janob Rasululloh: "Ma hazi shatu ya ummu Ma'bad?" Ey ummu Ma'bad, oq qo'yning holi nima? Nim bo'lgan qo'yu dedi. Dedi bu ayol: "Shatun khallafahal jahdu anil ghanam." Bu halika jafa mushaqqatlar, qiyinchiliklar qo'ydan oqisni qoldirib qo'ygan qo'ylar. Ya'ni bu qo'y boshqa qo'ylarga yetishib magan. Shundoq urib, shundoq uruq, shundoq bichara ojiz bir qo'y dedi. Faqala hal biha min laban. Dedi Janob Rasululloh: "O qo'yning suti bormi?" dedi. Dedi bu ayol: "Hiya ajhadu min zalik." Onda süt verishdimi pek ojiz bir qo'y dedi. Dedi Janob Rasululloh: "Ata zinina li an uhallibaha." Men o qo'yni bir sağsam, seg'ishimga ruxsat beramsiz dedi. Dedi bu ayol: "Bo'ladi. Mening dadam pido olsun, mening anam pido olsun. Eğer siz şu qo'yni süt bor deb qarab qolgan bo'lsangiz, şu qo'yni seg'ing" dedi. Janob Rasululloh o'zining qo'li bilan bu qo'yning emchaklarini siladi. Allah'ın adıyla Bismillah dedi ve Allah'a dua kıldı. Mana bu qo'yning emchaklari naite öyledi, Resulullah'ı öylep bu sütler köpüşüp geldi. Ve derler bu sütler naite bulduklap yetilgildi. Resulullah bu ayalın portal kaçısına ekkelişini çağırdı. Hem Resulullah bir grup kişilerin üzerine süt ölen suğurdu. Resulullah yana aşu kelgen karvanlarını suğurduğun bir kaçını ekkelişini çağırdı. Andikin Resulullah bu kaçını sağdı. Hatta bu kaçının sütünün küpükleri öyle gitti. Resulullah bu ayalını suğadı. Bu ayal bu sütün işte kandı. Hem Resulullah uzun sahabalarını suğadı, hem ulamı kandı. Resulullah bu kaçığı ikinci katım sağdı, bu kaçı toştu. Resulullah bu kaçını bu ayalının kaçığı taşlap kırıp köçep gitti. Seferge atlanıp mandı. Uzun kalmay bu ayalının iri yoldaşı Ebu Ma'bad bu uruqlıqdan şıqılıb çüpitər deb qalğan uruq öçkilərini əydət gəldi. Mana bu yoldaşı sütünü körəplam əyran qaldı. Dedi yoldaşı bu süt nədən gəldi dedi. Halbuki qoy uruqdursa, öydə süt yoxdursa dedi. Fəqalət la vallahi illa annahu marra bina raculun mübarakun. Kana min hadisihi keyte ve keyt ve min halihi keza ve keza. Dedi bu ayol Allah olan qasam bizning qaşımızdan nayeti bereketlik mübarek bir adam ötdi. Bu adamning sözlerinden muyunda sözlü ba. Bu adamning ahvalidan muyunda ahvallı ba deb eşadi bo'lgan söhbet paranla eşadi bo'lgan ahvallarning hammasini dedi. Dedi bu ayolning yoldaşı Ebu Ma'bad: "İnni vallahi arahu sahibe Qurayş'in ellezî tetlubuhu." Çokum ben Allah olan qasam bu adamni del Qurayşliklar izleyotgan şu Qurayşliklarning sahibimikin deb o'ylayman. O adamni bana tasvirlab bergan qandaroq qiyofat ekan ey Ummu Ma'bad. Bu ayol o yoldashiga Resulullah'ning isil sifatlari bilan ajoyib go'zal bir tasvirlab berdi. Xuddi ağlovchi Resulullah'ning ko'z oldida turib Resulullah qarawatqandagidek aynda tuyg'uni sifatlab berdi. Biz bu vaqtga Ummu Ma'badning Resulullah'ni sifatlab bergan bu tasvirini Janob Resulullah'ning go'zal sifatlarini bayon qilish babida kitobimizning oxirida o'tkazib kelamiz.
Dedi Abu Ma'bad, vallahi haza sahibi Quraysh. Ellezî zekerû min emrihi mâ zekerû. Laqad hamamtu en ushibahu. Allah olan qasam, bu mana muşu adam del onun işinin Qurayshliklar tilga olib o'tgan, tilga olayotgan sahib Qurayshliklarning sahibi muşu. Men mush odamga sahoba bo'lish, buningga amro bo'lishni maqsad qildim degan. Albatta agar shu Rasululloh sahoba bo'lish, amro bo'lishga bir yo'l topa olsam, shunda qilma degan. Ham yana Makkada intan yuqori bo'lgan bir ovoz bo'ldi. Bu Makkadagi kishilar bu ovozni anglaydi, bu ovozni to'g'rigan, bu so'zni davatgan kishini ko'raydi. Jazallahu Rabbul Arshi khayra jazai rafiqayn halla khiymata Ummu Ma'bad. Huma nazala bil birri wartahala bih wa aflaha man afsa rafiqu Muhammad. Faya li Qusayyin ma zavallahu ankum bihi min fi'alin la yuhaza wa su'dud liyahni bani Ka'bin makana fatatihim wa maqaduha lil mu'minina bimarsadih. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا. Büyük erşinin perverdigarı olan Allah, Ummu Ma'bad çedirip bargayga düşken iki hemraga en yaxşı mukafotlarni bersin. Bu ikkisi yaxshilik bilan tushib, yaxshilik bilan safar qilib mangdi. Muhammadning hamroyi bo'lib kesh qilgan kishi nijot topdi. Qusayning shundoq bir esil xislatlari borki, Alloh taolo siladin yo'gigan. Mana Qusay orqali nurg'ulg'an bu Qurayshlarning, bu xalqlarningki faxrlanadigan esil isloh faoliyatlar barliqqa kelgan Qusay orqali. Mana bu hech qanday bir faoliyatga tenglashtirilmaydigan ham huquq saltanatlar bo'lgan. Bani Ka'b, o Bani Ka'bning qizlarining turayotgan o'rinlariga tabriklar bo'lsin, barakatlik bo'lsin. Mana o qizlarning o'ltiradigan joyi mu'minlarning o'tash yo'lidir degan. So'rab baqinglar, sizlarning hamshiranglardan uning qo'ylari, uning qochillari haqida so'ranglar. Cho'qim sizlar agar qo'ydan so'rasanglarmi, qo'ymi guvohlik beradi degan. Dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizi Asma radhiyallohu anha, ma darayna ayna tajawwaha ayna tavajjaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iz aqbala rajulun minal jinni min asfali Makkah fa anshada hadhihi al-abyat wan nasu yatba'unahu wa yasma'una sawtahu wa la yarawna hatta kharaja min a'laha. Asma radhiyallohu anha dediki, biz Janob Rasulullohning qayon tarafga yuzini ketganligini bilmadik. Jillardan ma'lum bir odamning o'zi Makkaning ostin tarafidan yo'ldan oldini qilib keldi, bu beytlarni o'qidi. Kishilar bu odamga erishmoqdi, bu odamning ovozini anglaydi, bu odamni ko'rmaydi. Hattoki shu Makkaning ustun tarafidan chiqib ketdi. Dedi Asma radhiyallohu anha, biz bu jinning so'zini anglagan vaqtimizda Janob Rasulullohning qayoqqa yuzlanib manganligini, ya'ni Janob Rasulullohning Madina tarafga yuzlanishi bo'lganligini biz bildik degan. To'rtinchidan va tabi'ahuma fi tariq Suraqa ibn Malik. Qala Suraqa baynama ana jalisun fi majlisin min majalis qawmi Bani Mudlaj. Mana Janob Rasulullohning Hira g'oridan Madina tarafga mangan yo'llarida yuz bergan voqealiklarning to'rtinchisi. Mana Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yo'lda Suraqa ibn Malik ergashib oldi. Suraqa mundoq dedi: mening qavmim Bani Mudlaj so'rinlardan, Bani Mudlajlik qavmining so'rinlaridan bir so'rinda o'tirib. Ulardan bir odam kelib, bizning qashimizga kelib turib, biz o'tirib o'tdik dedi. Oy Suraqa, cho'qim men bayam bu dengiz sohili tarafda
bir odam siyaqidagi bir qora bir ko'rinishni ko'rdim. Men uni Muhammadning hamrohimikin deb o'ylayman dedi. Qala Suraqa. Dedi Suraqa cho'qim ular dal shu deb tonidim. Dedim men o odamni cho'qim ular u emas. Lekin sen falan odamni ko'ribsan, ular da bizning ko'z oldimizda taqa ketgan edi deb qo'ydim. Andan men bu sorunda biraz saat turiblam, andan sorundan qopib ketdim, uyimga kirdim. Men dedikimga buyurdim etimlab chiqishga. O ot do'nlikning oq tarafida edi. O otni menga aşu chiqib to'xtatib turishga buyurdim. Men nayzamni oldim, nayzam bilan uyning oq tarafidan chiqdim. Men bu nayzamninki alaki temir uchi bilan ziminga chichib mangdim. Men o nayzaning ustun tarafini ostiniga qildim. Men etimning qashig'iga kelib etimga mindim. O nayzamni men bilan yaqin qilib ko'tardim. Men ularga yaqinlashdim. Ot etim men bilan teyilib yiqildi. Men bu otdan yiqilib tushdim. Das o'rnimdan turdim. Yeni qo'limni o'qtunimga maqsad qildim. Bu o'qlarning o'zidan bu pal o'qlarini talay o'qlarini chiqardim. Ondan keyin bu o'qlar bilan bir ta'limni sinab ko'rish uchun pal soldim. Men ularga ziyon yetkazmaymanmi yoki ziyon yetkazmaymanmi deb pal soldim. Men yoqtirmaydigan, yomon ko'radigan bir ish chiqdi. Men aytimga mindim. Bu chiqqan narqa pal o'qninki pal nimasiga asir bo'ldim. Yine bu ot meni ularga yaqinlashtirdi. Men Janob Rasulullohning qiroatini angladim, o Rasululloh oqib qaramaydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ko'plab qarayotdi. Bu mening atimning oldi 2 futi siminga petib ketdi. Mana bu petish tizgichilik ketdi. Men bu otdan yiqilib tushdim. Otga vaqirdim, yana das o'rnimdan turdim. Bu ot 2 qo'lni chiqaramay qoldi. Mana bu ot tüp-tüz bo'lgan vaqtida bu otning 2 qo'liga, yana oldi qo'liga bu tutunga o'xshash osmon tarafdan chaqnagan nurliq bir chang tuzang to'pa iz qoldi. Men yana ta'limni sanab bu pal o'qlari bilan pal soldim. Yeni men yoqtirmaydigan ish chiqdi. Men ularga amonlik bilan chaqirdim. Ular jim turdi. Men aytimga mindim, ularning qashig'iga keldim. Mening ko'nglimga men ular bilan uchragan, ular to'g'risida men uchragan bunda to'xtatib qo'yishlardan ko'nglimga Rasulullohning ishi uzun qolmay g'alaba qildiganlik xiyoli mening ko'nglimga tushdi. Dedim men Rasulullohga shu cho'qim sening qavming sen to'g'risida nurg'ulgan niyatlarni qildi. Dedim. Men ularning o'ziga kishilar ular bilan xolamaydigan bir muncha xabarlarni berdim. Ularning o'ziga uzuq-tuliklarning o'zini tanladim. Andigan ular mendan bu uzuq-tulikni olmadi. Mendan so'ramadi. Lekin so'ragan narsa axfi amma. Bizni yo'shog'in, bizni maxfiy tutqin dedi. Sordim men Janob Rasulullohdan menga bir aminlik, bir maktubni yozib berishni so'radim. Janob Rasululloh Amr ibn Fuhayrga buyruq berdi. Amr ibn Fuhayr menga bir parcha teriga yozib berdi. Janob Rasululloh o'zining yo'liga ravon bo'lib mangdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir rivoyatda Abu Bakr radhiyallohu anhu irtahalna biz ko'shdiq safar qilib mangdik. Kishilar bizni izlayapti. Ulardan Suraqatdan Malik ibn Joshimdan boshqa bir odam bizni topolmadi. O o'zining eti ustida edi. Dedim men bu izlash en bizga yetib kelib oldi. Ya Rasululloh desam dedi Janob Rasululloh, la tahzan innalloha ma'ana. Qayg'urma, cho'qim Alloh biz bilan birga degan. Va raja'a Suraqa qaytdi.
kishilarni davomli izlayotganlik holatini uchratdi. So'roqqa mundoq deydi: "Men sizlar uchun butun xabarlarning hammasini aqtirib, qizib, pak-pakiz izlab bo'ldim. Endi mana mishada sizlarga kifoyalansangiz bo'ladi." Mana bu so'roqdan Malik kunduzning avvalida bu ikkisiga qarshi bir tutish uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa, kunduzning oxirisida bu ikkisini qo'g'daydigan bir qo'rg'uvchi bo'ldi. 5-dan yo'lda janob Rasululloh bu Burayda ibn Husayb al-Aslami radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. Onun bilan birlikda 80 dak oila var. O musulmon bo'ldi, o oilalar musulmon bo'ldi. Janob Rasululloh oxirgi qubtan namozini o'qidi, ular Rasulullohning orqasida o'qidi. Burayda radhiyallohu anhuni o'z qavmining turayotgan shu tuproq turg'izdi. O Rasulullohning qish Uhud urushidan keyin kelgan. Abdullah ibn Burayda radhiyallohu anhu cho'qin payg'ambar alayhisolatu vassalam yaxshi umidlarni qilatdi, orzularni qilatdi va shumpal olmaydi. Burayda radhiyallohu anhu o'z yine Bani Sahm qabilasidan bo'lgan o'zining oila ahllaridan 70 uloqliq kishida bir uloqqa minib keldi. Rasululloh bilan uchrashdi. Rasululloh uningga dediki: "Mimman anta?" "Sen kimdinsan?" dedi. Dedi o Aslam qabilasidan dedi. Dedi Janob Rasululloh Abu Bakr radhiyallohu anhuga: "Biz salomat qoldik" dedi. Ondan keyin dedi Janob Rasululloh: "Min bani man." Kimning o'g'illaridan dedi. Dedi bu Burayda radhiyallohu anhu min bani Sahm. Sahm o'g'illaridan dedi. Dedi Janob Rasululloh: "Xaraja Sahmuk." Sening haqdan bo'lgan, hidoyatdan bo'lgan nisbang chiqdi dedi. 6-dan Janob Rasululloh Abi Aws Tamim ibn Hajar, yak Abi Tamim Aws ibn Hajar degan odam qishidan o'tdi. Juhfa bilan Harishning orlig'i Qahdavot degan o'rindan, ya'ni Urji degan o'rindan o'tdi. Ham bu odamga Janob Rasulullohning bir qism dumba taraflari sal echilib ko'rindi. O Rasululloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir tugida edi. Onu Avis o'z tugunlaridan bir erkak tuguning ustiga ko'tarib oldi. O ikkisi bilan birlikda o'zining bir xizmatchisini avatdi. Bu xizmatchisining ismi Mas'ud edi. Dedi bu Avis degan bu odam mana bu yo'lning cheklangan joylarini bilsa, sen bu ikkisidan ayrilmagan, bu ikkisi bilan tuz yo'liga kirgan, ayrılmagan dedi. Andik bu ikkisi bilan yo'liga kirdi, hattoki bu o Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Madinaga kirdi. Andan keyin Janob Rasululloh Mas'udni o'zining xo'jayiniga qaytaribdi. Rasululloh bu Mas'udning o'ziga Avisga buyurgan ishni buyurdi. Hem bu Mas'udning tugisiga ening bo'yniga qaydul farz, ya'ni bir otninki bir bo'yniga osadigan belgini qilib berdi. U 62 dona olib qo'ydi. Bu ikkisining o'ttirisi azroq so'zgan. Chunki u o'sim ularning bir simo belgisi edi. Mana mushriklar Uhud kunisi urush qilimizda kelgan vaqtida Avis o'zining xizmatchisi Mas'ud ibn Unaydni bu Urji degan joydan piyoda Rasulullohning qishig'iga avatdi. Rasululloh ularning kelayotganlik xabarini xabar berdi. Buni Ibn Ma'qul Imom Tabriydan tilg'alib o'tgan voqea. Cho'qim bu Mas'ud musulmon bo'ldi Rasululloh Madinaga kelgandan keyin. Ham bu Urji degan joyda o'tiradi. Yettinchidan yo'lda, ya'ni Batna Ri'mi degan joyda Janob Rasululloh Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. O Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu musulmonlarning bir bo'lik karvon jamoatining ichida edi. Ular bir Shamdan qaytib kelayotgan bir tijoratchi savdogar edi. Zubayr radhiyallohu anhu Janob Rasulullohga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga oq bir tonni tegizib qo'ydi.
En-nuzulu bi Quba. Yani bu Resulullah'ın Quba'ga düşüşü. Nubuvatın 14. Rabiul Evvel ayının 8. günü düşenbe günü. Hicret'in 10. yılı. Yani miladiye 622. yılı 23. sentyabrda Cenab-ı Resulullah Quba'ga düştü. Bu haqda dedi Urvat ibn Zübeyir radhiyallahu anh Müslümanlar Medine'deki Müslümanlar Cenab-ı Resulullah'ın Mekke'den çıkanlık haberini anladı. Olar her ettiğinse saylık geldi. Olar Resulullah'ın küçüğü olanı şu vaxtdaki bu sık ararak kaytırıyordu. Olar bir günse küçüğü uzun boğandayken uyga kaytıp gelişti. Olar endi özlerinin öyleriga joy elib arambalay deb turganda Yahudlardan bir adam özleriniki o Yahudlarning sapillaridan bir sapil ustiga chiqdi. Aynan qarlayotgan bir ish uchun. Ya'ni Rasulullohning kelishi ishiga qarab chiqdi. Bu Cenab-ı Resulullah'ın sahabilarini ular bilan bir alqa saraf bunda saylıqda qarısı suda göründüğün əməliyyatı basa işnəsi yox. Bunda sarafның özü ene olan yox ola bilgan ap kiyimlik bir sahabilarini gördü. Yahudi üzünü tutup olanmay özünün en yuqur avazı olan ya ma'aşerel Arab ey Arablar cemaati mana sizlar kutayotgan sizlarning bovona keldi dedi. Müslümanlar özlerinin Kur'an'ı kozgulup Kur'an'ı aldı. Resulullah olan bu saylıkta uçuraştı. Muşayakta İbn-i Qayyim-i Cevzi Rahimahullah dedi ki bana bu bir avaz ağlandı. Beni Emr ibn Avf kabilesinin üstü tek bir sadalara alınıp geldi. Müslümanlar Resulullah'ın kadem keltirip kegerlikten, hoşallıktan Allahu Ekber sadaları yanıradı. Onlar Resulullah ile uçuruş için çıktı. Onlar Resulullah ile uçuruştu. Resulullah'ın nübüvvet salamları ile salam kıldı. Resulullah'ını oğrup aldı. Resulullah'ın etrafında ayrılıp doğan aldı. Bu cimcitlik o Resulullah'ını kapladı. Vehi Resulullah'ı uçuyordu. فَإِنَّ اللّٰهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ Sure Tahrim'nin 4. ayeti. Çokum Allah o olsumu o peygamberinin hocayanidir. Cibril ve salih müminler o peygamberinin yaxşı dostu. Melaikeler aşınadayken o yardımcıdır. Dedi Urvat ibn Zübeyir radhiyallahu anhu Ula Medine'deki Müslümanlar Cenab-ı Resulullah ile uçuraştı. Resulullah onlardan onu tarafki azrak çetnep maldı. Hatta ki ola ile Beni Emr ibn Avf kabilesinden içi düştü. Bana aşırısım Rabiul Evvel ayının düşenbe güneydi. Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh kişiler için ders onudun tutu Resulullah için ortadı. Bu Resulullah'ını görüp bakmağın, bu olanın kaşığı gelgen ensarıyla, bu Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın kaşığı gelip tebrik salamlarını okuşa başladı. Koyaşın ısığlık hararetı Resulullah'ı teyiplam Ebu Bekir radhiyallahu anh'ı aldığını kılıp Resulullah'ı özünün toğunu veren bir sahivet asap verdi. Andayken kişiler Cenab-ı Resulullah'ı şu çağırıp tonadı. Medine'nin hemmesi Resulullah bu Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın kelgenligini tebrikleş, karşı eliş, kütüveliş bilen dolup gitti. Mana bu Medine özünün bütün tarixida onun okuşu ve azırı bulup bakmagan aşındak nek meydan bir görünüşlük gün oldu. Yahudiler bu Peygamber aleyhissalatu vesselam hakkındaki bu Tevrat'taki meksus betteki işaretin rastlığını gördü. İnna Allah ca'a mined timan vel kuddusu min cibalil farran. Çokum Allah Timan'dan geldi, Kuddus Cebel Farran'dan geldi deb müşahede Timan diyen kim şu Mekke, Kureyş, şu Allah geldi diyen Cenab-ı Resulullah Allah peygamberine şerine evet der. Kuddus, Cibril, Cebel Farran yine Kuddus'tun Murat ve İsa Aleyhisselam.
İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam Qubaga Kulsum ibn Hadm degan kishining qashig'i tushdi. Deyildi, balki Sa'd ibn Haythama degan sahobaning oilasiga tushgan deyilgan. Birinchisi sal kuchliroq. Ve Mekkete Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bi Mekkete thalatha. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Mekke'de 3 gün turdi. Cenab-ı Resulullah'dan Cenab-ı Resulullah'ın qashida bo'lgan barliq omonatlarni omonat egisiga ado qilib qaytarib berdi. Ondan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu piyoda yo'l yurib hijrat qildi. Bu ikkisiga Quboda uchrashdi. Hem Ali radhiyallohu anhu Kulsum ibn Hadmning uyiga tushdi. Cenab-ı Resulullah Quboda 4 gün turdi. Düşenbe günü, seyşembe günü, çarşembe, peşembe günü. Quba mescidini ta'sis qildi, bu mescidda namoz o'qidi. Mana u bo'lsin nubuvvatdan keyin taqvolik ustiga ta'sis qilingan tunji masjid bo'ldi. 5-kunü juma kuni bo'ldi. Allohning Cenab-ı Resulullah'a qilgan buyruq orqali Rasulullah uloqqa mindi, Abu Bakr Rasulullah'ning oqsig'i mindi. Cenab-ı Resulullah o'zining ona tarafdan bo'lgan tog'illar Bani Najjar qabilasiga elchi evatdi, ular qaylishlarini esib keldi. Rasulullah Medine tarafga yurish qilib mangdi, ular Rasulullah'ning atrofida qo'g'dab qoldi. Rasulullahni Cuma Bani Salim ibn Avf qabilasining ishini topdi. Rasulullah ular bilan Batna vodiyda masjidda yig'ildi. Ularning o'zi 100dak odam edi. Ad-dukhulu fil Madina. Rasulullahning Madinaga qadam bosib kirish. Summa sara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'da al-jum'ati hatta dakhala al-Madina. Ve min zalika al-yawm summiyat baldatu Yasrib bi Madinati Rasul sallallahu alayhi ve sellem ve yu'abbaru anha bil Madinati mukhtasaran. Ve kana yawman mashhudan aghar. Rasulullah'ın Medine'ye qadam basib kirish. Cenab-ı Resulullah cümleden keyin bu yürüyüş qilib mangdi, Medine'ye keldi. Shu kundan boshlab bu Yasrib shahri bi Madinati Rasul, yani Peygamberning shahri deb ataldi. Mana bu shahar to'g'riliq qisqatgan holatda Rasulullah tashlanib Madina deb ifodalanadigan bo'ldi. Hem bugün bo'lsa-mu bu insoniyat tarixidagi eng mashhur, eng nurli, parlaq bo'lgan bir kun bo'ldi. Cho'qim o'ylar, ko'chalar bu hamda sana tasbih ovozlari bilan tavrinib ketdi. Ansariylarning qizlari g'oyat xushallik, shodlik bilan naqsha bayt o'qishga boshladi. Tala'al badru alayna min saniyatil vida'i vajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da'i. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'id. Bizga saniyatul vidadan to'lin oy chiqib keldi. Bu Allah uchun chaqiriqqa bizga shukr etmoq vojib bo'ldi. Bizga payg'ambar qilib avatilgan ey payg'ambar, sen itoat qilinadigan bir ishni etkelding degan bu yangroq bu baytlar o'qildi. Ansariylar bu nayt zo'r bir paydar kishilar bo'lmasimi, yani payliq egisi bo'lmasimi, lekin ularning har birisi Cenab-ı Resulullah'ın o'zining uyiga tushishni orzu qildi. Rasulullah Ansariylarning uylaridan biri uyning qishini o'tmaydi, lekin Rasululloh ularning hammasi Rasulullohning tuyg'usiningki nuqtasini tutadi. Hal umma ila al-adad wal iddati was salahi wal mun'at. Bizning mening qashimga kelsizlar umma ilayya. Mening qashimga kelsizlar, ma'uga kelsizlar, bizning sonimizcha tayyorligimiz, Qur'on yaraqimiz silni qo'g'diqdek kuchimiz bor edi. Rasululloh ularga aytdi: "Xallu sabilaha." Sizlar o tugining yo'lini qo'yib qo'yinglar. Bu tuga buyurilgan. Hamisha bu tuga Rasululloh bilan birga mangdi. Bu tuga bugun kundagi Masjid-i Nabaviyning o'rniga yetib berib, ashada tizlandi. Rasulullah bu tügüden düşmedi, hatta tügü ders onudan tuğdu, azraq mağdı. Andayken
bu tüge ağzıga qalıdı ve qaytdı. Yani özünün birinci ornuga tizilib cho'kiladi. Rasululloh bu tügeden tushdi. Aşı olsumu Rasulullah'ın ana taraftan bo'lgan tağıllara Beni Neccar kabilesi bo'ldi. Bu Allah Teala'nın bu tügüge muvaffaqlashtirishning qatoridan bo'ldi. Yoki mush qabilaning o'ziga Allohning muvaffaq qilishidan bo'ldi. Çoxum Janob Rasululloh o'zining ona tarafdan bo'lgan tağıllarının ma'nosiga tushishini yaxshi ko'radi. Hem olanı şu sebep bilen hürmetlaydı. Ademlerin özü Cenab-ı Resulullah'a özlerinin kaşığa, özlerinin uygu düşüşke, sözleşke başladı. Ebi Eyyub'un Ensari Radiyallahu anh Cenab-ı Resulullah'ın tügüsüge aldırıp, o Resulullah'ın üzerine uyguya girdi. Cenab-ı Resulullah el-mer'u ma'rihli dedi. İnsan özünün tügüsü bilen billah dedi. Keldi Esad ibn Zurar'a gelip Resulullah'ın tügüsünün noktasını tuttu. Hem bu tüge o Esad ibn Zurar'ın kaşıdı oldu. İmam Bukhari'nin rivayet kılgan Enes radıyallahu anh'ın rivayeti de dedi Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselam bizden ailemizge qaysi öyle pek yakın diye. Dedi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ana ya Resulallah hazatari men ya Resulallah bana muşminin uyum muşminin dervazam dedi Cenab-ı Resulullah Efendimiz man bizge bir küşlük aram ağıdık bir cayını rastladı. Dedi ravi Koponu Allah'ın bereketi dedi Cenab-ı Resulullah Koponu Allah'ın bereketi bilen bir qancha gün ötgandeyken Resulullah'ın qaşqa Resulullah'ın ayali Sevda hanım Sevda radiyallahu anha anımız Resulullah'ın iki kızı Fatime Ummu Kulsum'la Usame ibn Zeyd Ummu Eymen qatarlıq bu hanımlarımız yetip geldi. Onlar bilen birlikte Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr'ın ailesi bilen çıkıp geldi. Mana onların içinden Ayşe radiyallahu anha battı. Hem Zeynep, Resulullah'ın kızı Zeynep Ebil Aslan kaçırıp kaldı. Onun çıkışı mümkün olmadı hatta ki bu Bedir'den keyin icraat kılıp çıktı. Ayşe radiyallahu anha dedi ki biz Medine'ye kadem keltirip geldik. Halbuki Medine bolsumu Allah'ın semirlerinin içindeki vaba kesel tarqalgan bir zeminken. Mana bu Medine bolsa bir qaqas bir saylıqqa, bir sesip sula akıdığan bir saylık geldi. Dedi Ayşe radiyallahu anha Cenab-ı Resulullah Medine'ye kadem keltirip kelgan vaqtida Abu Bakr Bilal tepkislik giriptar oldu. Yani kızımı kesile giriptar oldu. Ben bu işkisinin kaşığı girip dedim ki ya Ebi, ey o maqtada keyfe teciduk, üzerine kandarak istiyorsa dedim. Ya Bilal keyfe teciduk, ey Bilal üzerine kandarak istiyorsa dedim. Dedi Ayşe radiyallahu anha, Bukhari'de Abu Bakr radiyallahu anhu, o Abu Bakr Sıddık radiyallahu anhu'nun kızımı kesile tutqa vaxtıda deydi, kullu mri'in musabbahun fi ehli vel mevte etna min şirakin na'li diyen. Her bir insan öz ailesinde tanıttırılğucudur. Ölüm o insanın kayışının bokuşudan mı yakırlaktır deydi. Boğanını Bilal radiyallahu anhu'nun sal kızını kisel sal julup elinğe vaxtıda özünün yuqur avazını götürüp deydi. Ala leyte şa'ri hel ebitenne leyle بواد وحول زغير وجليل وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل kaşke men bir kecha atrofimda izhir jelil degan bu o't yoshla bog' bo'lgan bir jilg'ida bir kecha qo'nib o'talaman. Bir kunlarda miyahi micennet yeni micennetning su bulaqları va miyahi micennet degan joyga qaytirilamanmi? Mana Shamat Tufayl degan bu ikki tog'lar ko'rilarmi mana degan. Dedi Ayşe radiyallahu anha, men Cenab-ı Resulullah'ın qaşığa keldim.
Cenab-ı Resulullah boğan ahvallar dedim. Dedi Cenab-ı Resulullah Allahümme el'in Şeybet ibn Rabi'a ve Utbet ibn Rabi'a ve Umeyyet ibn Halaf. Kema ahrecuna min ardina ila ardil vaba'i. Ya Allah, Şeybet ibn Rabi'aga, Utbet ibn Rabi'aga, Umeyyet ibn Halafga la'nat qildi. Ular bizning munbat tufrog'imizdan vabo ziminiga, vabo tufrog'iga bizni chiqadi degan. Ondan keyin dedi Payg'ambar alayhissalatu vassalam Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina makkata wa shad wa sahhiha wa barik fi sa'iha wa muddiha wa anqul himaha faj'alha bil juhfa degan. Ya Allah bizga Madinani, bizning Makkani yaxshi ko'rganimizdek yoki uningdan mubakkiroq bir yaxshi ko'rsatdi. O Mekke'nin hava muhitlerini sağlam qilib bergan. O Mekke'nin bu cin ölçemleriga bereket ver. O Mekke'nin qismi kasallarını yetkivatgan, onu juhbidiga o'ringa qilgan. Allah Taala Cenab-ı Resulullah'ın duasına icabet kıldı. Cenab-ı Resulullah şurada başları çoğuk, kapkara bir ayalının Medine'den çıkıp mahyat yani juhbidiga o'ringa tushganligini tushunib ko'rdi. Shu o'simi Madinaning vabo kasallarining juhbidiga o'ringa yetkilib ketganlikdan iborat bo'ldi. Shu sababli shu orqali muhojirlar o'zlari bu Madinaning havo muhitlaridan tortayotgan bu qiyinchilikdan rohatlanib qoldi. Ilahuna intaha bayanu qismin min hayatihi sallallohu alayhi va sallam بعد النبوة وهو العهد المكي وفيما يلي نقدم بالإيجاز عهده المدني صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. Müşer Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğinden keyinki hayatının bir bölüğü. Yani Mekke devrinin bayanı ayaklaştı. Biz tüvende qisqagina Cenab-ı Resulullah'ın Medine'de yaşayan hayat devrini huzurunlarına sunumuz. Allah hemmimizde bu şu Medine devri bilen tonuş, Medine'de Cenab-ı Resulullah'ın ötken hayatını okup, onu uygunuşka Allah hemmimizi muvaffak kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.